Hayo barchaga salom bolalar, sizlar bilan men Flux. Bolalar, tushunibsizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Korоче, bolalar, bugungi videoda men har xil mutant moblarni bir-biri bilan urushtirib ko'raman va videoni oxirida o'zim ham bitta qaysidir mutant mob bilan urushaman bolalar. Albatta video juda ham qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Albatta video boshidan videoga bir don like bosib kanalimga obuna bo'linglar, chunki men tezroq 1 k obunachiga erishmoqchiman. Xo'p, bu mana buni qaranglar, bo'ri. Juda ham cho'tki mutant bo'ri, вообще ajoyib. Xo'p, mana komanda A ga qo'yamiz ili Enderman. Xo'p, bo'ldi. Buni komanda B ga qo'yamiz. Xo'p, endi urushtiramiz. Battle. Oh, let's go bo'lmasa. Oh, nimaga bu urushmayapti? Cho'ta nimadir bor. Xo'p, men bu bolalar korоче nimalar tashlayman. Xullas, bu bolalar modlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tirasizlar. Silka kommentariyada bo'ladi. Xo'p. Endi men Endermanda mana bu uchib turgan qaysidir hayvon bilan urushtirdim. Uchaydigani bu o'zlab oldin suvda yashardi. Bu endi uchaydigani mashin bilan urushar ekan. Xohlagan mod bilan urusha olmas ekan bu. Yo-mayo, uchib ikkita urushda og'anat tashadi. Вообще Enderman. Nice. Xo'p, endi buni qaysi mod bilan urishtirsa bo'ladi? Men mutant Wolf bilan urushmaydi deb to'g'rimi? Yana bitta urushtirib ko'raylikchi. Xo'p, komanda A. Hop, buni komanda B, komanda B desam bo'laveradi. Go end battle. Go, let's go baby. Urush boshlandi уже. Давай. Qani? Yaxshi. Bu nima qilishadi? Mana boqish. Orqasiga so'ygan qaranglar. Nice. Bu to'xtamasdan uryapti. Normalniy. Xo'p, okey. Solish kerak. Bu tarqab ketdi. Вообще bo'ri kuchli ekan, lekin bu tarqab ketdi. Bu qo'qdimi hozir shunda? Bo'ldi, endi urushmaydimi? Ye bebe. Вообще bo'ldi. Menimcha endi bo'ri yutdi. Xo'p, biz endi golemda urushtirib ko'rmoqchiman. Xo'p. Iron golem oddiy, bu ham oddiy. Mana bo'ldi. Bu haqiqiy Iron golemmi mutant versiyasi bo'ldi. Xo'p, mana bu zombilar. Xo'p, chin o'rsin buni qo'yib yuboraman. Xo'p, okey, mana. Xo'p, bo'ldi. Let's go. Urushni ko'ramiz. Xo'p. Вообще, anu zombi urmayapti. Mana shu ushlari bir xil ekan bo'ladi zombi bilan. Zombi ham boshqa qanaqadir blok. Короче, uncha tushunmayman to'g'risi. Okey, u uchrasham tushib ketdi. Xo'p, yaxshi. Уже mana bu zombi yotdi. Wow. Qalani golemi hech qaysi joy sinmadi. U Enderman yotdi. Yo'qda bu ham tirildi. Endi 2 ga bir. Ko'ramiz. U bitta yotdi, yana u Enderman bilan urushyapti. Uchirib yaxshi, bu yoqni sal tezlashtirdim. Xo'p, 2 ga bir. Bo'ldi. Ana Enderman jinursin nimadirlar bo'lib ketdi bu joyda. Enderman o'ldi va mana bu ozgina qoldi. Bu ham yotib qoldi. Yana turadi bu. Turdi уже. Turib yana o'tyapti-da. Ko'ryapsizlar? Bo'ldi. Oxiri bu ham o'ldi. Yaxshi. Okey, men bolalar endi mana bu bilan men bu Iron golem o'chadi. Iron golem hali ham o'lgani yo'q. Mana bu ana qo'ydim. Piglinni qarab shuni ham qo'ydim. Qo'lida вообще kuchli qilich bor. Kichik aylandimi hozir? Вообще oddiy piglinlar ham ana ko'payib ketdi. Bu kamayib, lekin ko'payib kichrayib boraverar ekan. Qanchalik ko'paysa shunchalik kichrayib ketaverar ekan. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, ikkalasi ham yotdi hozir. Ko'ramiz endi kim yutadi. Menimcha bunda ham Iron golem yutadi, lekin haligacha ham singani yo'q. Ko'rib turganlaringiz juda ham kuchli. O'sha buni o'qlari bilan o'qizib tashadi. Yaxshi. Okey, ko'ramiz. Ikkinchi ham yotdi уже. Bola bu вообще bor-ku. Kim yuta oladi endi bu Iron golemni? Bu eng kuchlisi shumi hozir? Endi Ender Dragonda mutanti bo'lsa bilmadim, lekin men to'g'risi bo'lmasa ham kerak. Xo'p. Okey, bo'ldi. U oxiri yutdi. Yaxshi, bu вообще kuchli ekan.
Просто bomba. Endi nima qilamiz bolalar? Xo'p. Bizga nima kerak? Skelet da. Yo, bunda yozilmasmidi? Yo. Bo'ldi. Короче, bola bu yoqda endi skelet bilan zombi oddiy ili Iron golemga qarshi. Xo'p, ko'ramiz endi qaysi biri yutadi. Iron golem hali ham o'sha bitta Iron golem haligacha o'lgani yo'q. Lekin hamyoqlari sinib ketdi. Yurishi ajoyib, Superman yurishiga o'xshaydi haligi. Nima desam bo'ladi? Naruto animesidagi shinobilarga yurishi o'xshaydi. Qo'llarini bu вообще bu charchalib ketdi уже. Yo, zombi tirik qoldi. Zombi yotib qolib yana jonini tiklab olyapti deb, bo'lmasa bu ham o'lgan bo'lar edi. Xo'p, bu ikkalasiga qarshi hozir juda ham ko'p nimalar qo'yamiz. Nima desam bo'ladi? Mana bu zo'riga borib olaylik-da. Xo'p. Okey. Ana ikkalasi urushmadi, nimagadir. Adashib ketdim hali. Xo'p, bo'ldi. Endi bu endi juda ham ko'p mana bunaqalar nima desam bo'ladi? Ice golem bo'ladi-yu. Muzlik, qorli golemlar. Xo'p, yana peshira qo'shtirib bo'ldi. Nima desam, 30 ta mana bunaqa qorli golemga qarshi bitta nima desam bo'ladi? Pillager va bitta qishloq zombi. Da. Xuddi shunday bo'ldi. Ko'ramiz endi qaysi birlari yutishadi. Komanda A yoki komanda B. Komanda B mana bu golemlar. Komanda A mana bu piglin pillager bilan zombi. Qishloq zombi da. Qishloq zombi bolachasi ham bor ekan. U bilan birga spam bo'ldi. 2 marta bosgandim. Ko'rib turganinglardek u mana muzlik golemlarni o'ldirib tashlashyapti. Qancha ko'p bo'lsa ham bo'lmas ekan. Xo'p, hozir shunday yorug' chirib olaylik-da. Okey. Nursin chorqa qaytargan. Yo'qsa ham yorib qo'yaman-da, shu klaviaturaga qo'lim kelmagan bor-ku. Okey, bo'ldi. Nice bo'ldi. Ko'rib turganinglardek hali ham bular o'lmadi. 2 dona qoldi, lekin birontasini ham o'ldirish olmadi. Bo'ldi, 1 dona qoldi. U bittasi ketdi. Yaxshi, shuncha urinishda 1 donasi. Yana bittasini o'ldira oladim. Yo'q, afsuski, o'ldira olmadim. Shuncha qorli nimalar, golemlar zo'rg'a 1 donasini o'ldirishdi. Вообще ham bor-ku. Xo'p, endi mana davrim keldi. 1 dona piglinga qarshi mutant piglinga qarshi men ko'rganinglardek har xil aslaqalar olganman. Xo'p, ana shu tuxumni qo'yamiz. Xo'p, uni oldin shundan survivalga o'taylik-da. Okey. Keyin modsa ikkita tishlarim orasini endi o'chirib yubordim. Bana. Xo'p, bo'ldi, уже survivalga o'tib oldik, survivalga. Xo'p, birinchi ikkita o'zimga mana bunaqa yordamchi qo'yaman-da. O'tchinursa mana bo'lyaptimi bu? Ha, bo'ldi, slime yotyapgan. Bu ikkalasi menga yordamchi va mana bu meni dushmanim. Короче, let's go, bo'ldi, urushamiz. Okey, qochish kerak. Qochamiz. Oltin olma. Otyapti, lekin yetib kelmayapti. Hozir men olmay olishim kerak. Okey, bo'ldi. Oltin olma yeb olamiz. Nimalar tashlayman. Bo'ldi. Qilichimni qaranglar. Imom bunaqa zombilar nima qilib tashadi? Ko'paytirib tashadi. Hop, okey, bulardan uramiz. O, chinursan, inventarga ketib qoldi. Okey, mana bu zombilardan uramiz. O, bo'ldi. Mana 1 dona qoldi. Hop, bularni o'ldirib tashlaymiz. Yana mana bunaqa zombilarni to'xtirib tashadi, qarang, yerdan chiqarib tashadi. Okey, urushamiz. Let's go, bo'ldi. Davay. Ha, bu piglin yaxshi, bu menga ortiqcha muammo bo'lmadi, piglin. Xo'p, mayli, mana buni uramiz, bo'ldi. Davay. O, 3 nursin osmonlarga uchirib tashlayapti bu meni. Okey, qochish kerak. Oltin olma. O, 3 nursin jonim kechini qaranglar. O, bo'ldi, yotib qoldi уже. Birinchi yotishi. Bundan keyin уже biz yutgan уже. Bir marta yotdimi, keyinchalik yana yotadi. Quvlataman, xo'p, bag'ga. Let's go, bo'ldi. Okey, bu ancha-munchasi meni eplanmaydi уже. Opshayman, davay. Uchirib tashlayapti. Hop, okey. Oltin olmay olamiz. Hop, bo'ldi. Davay, urushga o'tamiz yana.
Уже yana yotdi. Ko'ryapsizlar, уже bir marta o'tgandan keyin уже bu вообще kuchsiz bo'lib qoladi. Okey, bu urib ketdim men urib. Shitda anaqasida kuchida u yana yotqizdi. Yaxshi. Ancha-muncha shu mana bunaqa baxtli o'yin. Davay bo'ldi. Okey, bosamiz. O bo'ldi. Va nihoyat buni o'ldirib oldik. Bo'ldi, ko'rganinglardek buni ham o'ldirib tashladik. Albatta endi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa like, ili podpiska, ili Telegram kanaliga o'tib qo'yamiz. Hammalarga xayr va xayr.